教你学国家通用语言，情景绘画，即学即用2。我是你们的老师 Segila Askai。今天我们要学习的是第4单元，阿里木跟哥哥下地。喂，这个下地是什么意思呢？就是itizg'i berish。Buni biz yerga tushib ketdimi? Unaqa emas, itizg'i berish degan ma'noda。那我们来看一下课文向前冲。故事场景呢，阿里木和哥哥扛着坎土曼下地啊。你们是不是读了扛着啊？就是男士就mundaq qilib mo'risidan mundaq ko'tarib manganda就扛着deymiz。mo'risiga silib turib, qo'yib turib, ko'tarib manganni扛着啊。扛着什么呢？ ketmanni mo'risi bilan mundaq ko'tarib下地。那就是这一课我们要上这个讲的内容呢，跟我们这个下地干活有关系啊。下地干活deymiz。王aka哪个mandingiz？王哥去哪儿啊？itizliqqa mandin deymiz。下地。下地干活都可以。那么内容呢？阿龙的读哥哥，咱家呢5亩地种的还是麦子和棉花吗？咱家deganimiz bizning uy。那iliqi bu yerdagi na deganimiz undaqda emas. Iliqi bizning uydagi iliqi 5 mo yerga nima terdik? Yanıla buğday bilen kiveste yerdik mu? 还是麦子和棉花吗？还是deganimiz yanıla. Muallim, ben yana ötemedim mi imtihandan? 老师，我还是不及格吗？老师，我还是不及格吗？deymiz. Anan degan, yana sen kelsan desam, 怎么还是你？怎么还是你？desak bo'ladi. Yana哥哥呢？是啊，shunda麦子已经收割完了。bug'dayni o'rib bo'ldik。bug'day o'rish degan ekanmiz收割麦子啊，收割麦子。kelar oyda bug'day o'raymiz desak， 下个月要收割麦子。下个月要收割麦子deymiz。o'rash 收割，收割完了，然后翻了个地。那比那么了个什么？masalan就不能就yerni ag'dirishni就翻地deymiz。翻地。那yerni bir ag'dirib etdim deb shu bir degan vaqtimizda eg'iz tilda ko'pincha 什么了个 deymiz。比如说tamoq yeyishni nima deymiz？吃饭。tamoq yevatdim, tamoq yeb bo'lib odatda o'tib ketgan ishlarni bir tamoq yebitib, anandagi mundaq qildim deb shu bir tamoq yebitib deganni 吃了个饭。Tunugun men qiz do'stim bilan bir tamoq yebdim, bir kino ko'ribdim desam, kino ko'rishni deymiz, qanday deymiz-ku. Na, buni nima deb deymiz？ 昨天我跟女朋友吃了个饭，看了个电影deymiz。bir mundaq qildik, bir andaq qildik, bir yana bizim qildik. 什么了个什么deymiz。tamoq yeyish 吃了个饭，看了个电影。那tunigan bir uxlabdimi? Uxlab qo'pab bir uy tozalab yetibdimi degan bo'lsa, uxlashni 睡觉 deymiz. Uy tozalashni 收拾房子 deymiz. Shu vaqtida ikkisini ayirib o'tirsig'i liga qatimiz. 睡了个觉，收拾了个房子 deymiz。Keyin bir naqshi titibdimi? 唱了个歌或者说唱了首歌都可以啊。bir usul o'ynab yetibdimi? 跳了个舞。Tuniginki to'yga bir tal usul o'ynab qo'yibman, qaytib keldim desam， 昨天的婚礼我跳了个舞就回来了，我跳舞回来了desak bo'lmaydi。跳了个舞bir mundaq qilib yetib lam deganni 什么了个什么
对吗？这个地方会了没有啊？把你们给了外头，把烟的熬到了边的，烟呢又种上了，哎，烟的贴了又种了什么呀？又种上了晚熟玉米，哎，这个挖皮的干，可能贴了对，又种上了烟呢，你看呢又，然后呢，撒化肥了吗？撒化肥了吗？毕竟可能了么？这些什么什么了吗？他们黑等了什么？你吃饭了吗？啊，这个你他不是公司写的不懂了什么？你作业写完了吗？能那个，那个生日笔记的不懂了什么？那件事你解决完了吗？你办完了吗？这些个，是个毕竟不懂了什么？这些什么什么了吗？对吗？什么什么了吗？对吗？然后呢，撒化肥就是这个我记这些。然后呢，农药喷了吗？我说下比什么了吗？么那可能什么？那农药呢？吃什么？对不对？哥哥是怎么回答的呀？该撒的撒了，该喷的也喷了。지지다가는 지치 볼독, 풀기다가는 풀기 볼독, 나 kılı다가는 볼독 degenni gay şamada şamala deymizse. Sözleydiganның әммені сөзләп болдым, қылапсы қылмапсы өзіңнің işi desek, 该说的我都说了啊，该说的我都说了，那干不干是你自己的事情，或者说听不听是你自己的事情desek болады啊。Andan өйдеке жығыштырдыған ені жығыштырып, ташлайдығанны ташлап, әммені тазлап болдым десем, 家里该收拾的收拾了，该扔的扔了，反正呢都弄完了啊。家里该收拾的收拾了，该扔的都扔了，反正都弄好了。desek болады啊。Әнен кен, құлайдығалла құлап, тапшырық жаздығалла, тапшырық езіп, десек, тіл қойнымаңла, деп қойған болсақ, 该睡觉的睡觉，该写作业的写作业，不要玩手机啊，不要玩手机desek болды. Шықылып, мұнда қылыдығаларымыз, мұнда қылып,或者说қылышық тегешік болғанны қылып дейміз. Дейдіғанны деп, демейдіғанны демесі керек desek, 该说的说，不该说的不要说啊，该说的说，不该说的不要说。desek болады. 然后呢，阿里木说，最近用不用浇水？哎，yakında неме кылыштың ажыты бамы, суғырыштыңки ажыты бамы, 或者说yakında su суғырамдық, суғамамдық. 那这个суғырыш дегенде неме дейміз? 浇水啊，суғырыш дегенде 浇水дейміз. 那gülünü суғырыш desek, 给花浇水，给花浇水。那дарахты суғырыш, 给树浇水，给树浇水。那这个итізні суғырыш болса, 给地里浇水，给地里浇水desek болады. Шықылып суғырышны 浇水дейміз. Ondan bir ishni qilishninki hojati bormi yo'qmi, lozimmi, lozim emasmi degan vaqtimizda 用不用 deymiz. 用不用那就是需要不需要的意思啊。meniki yordam qilishimni hojati bormi yo'qmi desek, 用不用我帮你，用不用我帮你 deymiz. Anandan keyin meni yig'ishtirishninki hojati bormi yo'qmi desek, 这里用不用打扫，这里用不用打扫 deymiz. 用不用hojati bormi yo'qmi degan ma'noda. 然后呢hojati bor bo'lsa 用，hojati yo'q bo'lsa 不用啊。aksi hojati yo'q debdi. 还没到要浇水的时候呢，aytiga sug'uradigan vaqti kelmadi. 那就是mundaq qiladigan vaqti deganni 到什么什么什么的时候 deymiz. 到什么什么什么的时候比如说 sening tiga to'y qiladigan vaqting kelmadi desek, 你还没到结婚的时候呢，你还没到结婚的
时候呢desek buludu Andan degan texi uxlaydigan vaqt bo'lmadi, men yana birdan telefon o'ynaychu desek, 还没到睡觉的时候呢，我想再玩一会儿手机。还没到睡觉的时候呢，我想再玩一会儿手机。주로 캐시타막 엽기름스. 走撒去吃晚饭走撒去吃晚饭。然后呢，我说我不挺balдыр고挺캐시타막 예가 вақыт кемуд고. 这还早的呢呀，早的呢呀。desek不对，这还早的呢呀，还没到吃饭的时候呢。还没到吃晚饭的时候呢，再改更好一点。还没到吃晚饭的时候呢，再不多。Andan keyin chiqilib, mushu birdan bo'lgan vaqt keldi deganda 到什么什么的时候了，对吗？到什么什么的时候了。然后呢，阿里木问棉花长势怎么样？paxtalar qandaroq o'sayotidi? Mushu o'sayotidi deganda qandaroq o'sayotidi deganda 长势怎么样？长势怎么样？那比如说 bug'doylar qandaroq o'sayapti bu yil desek, 麦子今年长势怎么样？麦子今年长势怎么样？qo'noq bu yil qandaroq o'sdi desek, 玉米今年长势怎么样？玉米今年长势怎么样？长势什么东西啊？什么什么东西长势怎么样？对吗？然后呢，没有病虫害吧？那就是说hasharotlar opti deb qo'yamiz qo'yadi, 就是说 qurt yeb ketibdi, qurt tushib ketibdi degan vaqtimizda 就是有病虫害，又或者没有病虫害，对吗？那比如说这个今年很多麦子都有病虫害了。nurg'un mushu bug'doylarga qurt tushib ketdi desek, 很多麦子都有病虫害了desek bo'ladi那biz mushu qurtlarniki qurt tushishidan oldini olishimiz kerak desak, 我们要预防病虫害我们要预防病虫害desak bo'ladi mundaq yo'qdu degani 没有吧，就是yo'qdu deymiz说没有吧，对吗？没有什么什么什么吧。就比如说 kechikib qolmagansan desek, 你没有迟到吧？你没有迟到吧？mesela这个不一样kechikdingmi desek, 你迟到了吗？deymiz ғой kechikib qolmagansan degan bo'lsa 没有这个病虫害吧？那一般情况下没有什么什么吧的叫做bu ahvol就是我们所不希望出现的情况就munda bo'lib qolmagandu deb turib bu ahvolniki bo'lishini biz xohlamgan vaqtimizda 没有什么什么吧 deymiz。再比如说meni oldima olayotgansan degan vaqtimizda nima deymiz? 你没有骗我吧你没有骗我吧 deymiz。没有什么什么吧mundaq emasdu或者mundaq qilmagansan deganday. 你没有偷东西吧？ bir narsa o'g'irlamagansan你没有偷东西吧 desak bo'ldi。然后呢，没有 yo'q， 今年天气不错bu yil havo这个 klimat nihoyatda yaxshi, xili yomon emas。什么什么不错yomon emas， 天气不错。那 havo nihoyatda yaxshi desak 天气好 havo ujuk， 天气晴朗，天气晴朗。andan keyin bugun havo toza yaxshi emas， 今天天气不太好，今天天气不太好 deymiz。 好，长势喜人长势喜人，长势喜人是什么意思呀？就是o'sishi nihoyatda odamni xushal qiladi，o'sishi odamni nihoyatda xushal qiladi，也就是说这个
长得非常的好 demekçi, yaxşı östü demekçi. 应该会是一个丰收年. Mındaq bulamiki bir qandaq şili, 就是 mol usulluk yıl bulamiki, mındaq bulamiki degan vaqtimizda 应该会是应该会是. Vaqtda men birinchi bulamiki, 这次我应该会是第一名这次我应该会是第一名. Dadam Kelamiki hem de 应该会degan vaqtimizda bu mikisi o yüz berish darajasi nihoyatda yuqori bo'ladi xinqoq iliqi bundaq mumkinlik darajasi tuvan bo'lib miki bo'lib qolgan chaqda uni biz 什么可能呀也许呀 degandek. 但是应该会degan chaqda %90% yuqori mushtaq bo'ladi deb o'ylagan bo'lamiz. Masalan, u menimcha bir yaxshi odamki, 我觉得他应该会是一个好人我觉得他应该会是一个好人 desak bo'ladi. 那今天这个内容完了是不是？那咱们再过一下这个还是什么什么吗？yanılama mu diyen çağda 还是什么什么吗？ Siz yanıla bu mektepte işlevatamsız. 你还是在这个学校工作吗？ 你还是在这个学校工作吗？ degandagi. Ikkinchi diqqat qiladigan nuqtamiz bizning bir mundaq qilib etdim, bir undaq qilib etdim degan vaqtimizda shama shama lig shama 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 lig shama shama. 比如说 Tünigen biz bir bazar çügülep bilan qaytib keldik. 昨天我们逛了个街就回来了。昨天我们逛了个街就回来了你买了什么？ Nemi setib aldınız? Bir kitap setib aldım. 买了本书，买了本书买了本书 desek bo'ladi. Andan keyin yana nima qildik deymiz? Tunigan bir kir yuvibdim andan keyin bir doktorxonaga berib kasal yo'qlabdim degan bo'lsa, 昨天我洗了个衣服，然后去医院看了个病人，去医院看了个病人 deymiz. Ishqilib bir manda qilibdimi, bir anda qilibdimi desak, shama laga shama deymiz. Andan keyin diqqat qiladigan nuqta, manda qildikmi, anda qildikmi desak, ne shama lama. Shuningga odatda masalan, "Veshingda uxladingizmi?" deb so'raganda nima deb so'raydi? "Sho'ylama" deb so'raydi Manda qildingizmi desak, "Shamalama." Men seg'indingizmi? "Ni想我了吗?" "Ni 想我了吗?" deb ishqilib mundaq bo'ldimi deganni "lama" deb savol so'raymiz. Andan keyin qiladiganning munda qilishga tegishli bo'lganning hammani qildim deganni "gay shamada shamalı" deymiz. "Gay shamada shamalı." Ne diyorsa "gay a的 a 了 "gay b 的 b 了 desek bo'ladi. 就比如说 ketadiganlar ketdi, qoldiganlar qoldi, "gay 走的走了 "gay 流的流了 degandek. 那再比如说 yediganlarni yedi, içidiganlarni içdi, 该吃的吃了 该喝的喝了 degandek. 该吃的吃了 该喝的喝了 那 o'ynaydiganning hammani o'ynadi, 该玩的也玩了 等等然后呢 最近 yaqinda deganni 最近 deymiz. Hojati bormi yo'qmi degan chaqda 用不用用不用 bunda qilishning hojati bormi yo'qmi 用不用怎么样用不用我帮你 用不用他来 u kelishning hojati bormi yo'qmi 用不用我帮你说一声 men sizga sizning o'rningizda bir deyishib beraymi ya degandek. Andan keyin manda vaqt texi kelmadi degan vaqtimizda
还没到什么什么的时候deymiz还没到什么什么的时候这个aram aldığa vaqtqa texi kelmedi desek也就是 aram aldığa vaqt bo'lmadi texi desek还没到休息的时候还没到休息的时候voz kechadigan vaqtqa texi kelmedi bel qo'yversak bo'lmaydi desek还没到放弃的时候还没到放弃的时候不能气馁要坚持啊不能气馁要坚持还没到什么什么什么的时候texi o'rnimizdan turadigan vaqt kelmadi还没到起床的时候还没到起床的时候desek bo'ladi andan keyin mushu ziraatlarninki ösüşü qandaq bo'ladi desek什么什么东西长势怎么样deymiz什么什么东西长势怎么样麦子长势怎么样水稻长势怎么样高粱长势怎么样都可以啊都可以andan keyin mındaq bo'lishi kerak andaq bo'lishi kerak degan chaqda 应该会是什么什么啊应该会是而且这个mumkinchiligi nihoyatda yuqori应该会是什么什么desek bo'ladi bu bola cho'ng bo'lsa cho'qim bir yaramliq bola bo'lamiki desek这个孩子长大应该会是很有出息的人啊应该会是很有用的人desek bo'ladi好会了吗那我们一起来读一下哥哥，咱家那5亩地种的还是麦子和棉花吗？是呀，麦子已经收割完了，翻了个地，又种上了晚熟玉米。撒化肥了吗？农药喷了吗？该撒的撒了，该喷的也喷了。最近用不用浇水？不用，还没到要浇水的时候呢。棉花长势怎么样？没有病虫害吧？没有，今年天气不错，长势喜人，应该会是一个丰收年。好meni boyam这个nuqtadan ikkisi qolib qolibdi birisi suv sug'urish degani nima deymiz浇水deymiz给花浇水给什么什么浇水给树浇水给草浇水deganda ekan andan keyin mundaq yo'qdu debchu biz xohlamagan bir ishlarni yuz berib qolmagandu deb so'ragan chaqda 没有什么什么吧 deb deymiz 比如说 没o'zgarmagan nima ne desam 我没有变吧我没有变吧那 meni aldamagansan你没有骗我吧你没有骗我吧deganga o'xshash好那今天的这个差不多完了那이故事场景你给扛着mur 지금다 ilib turganni扛着deymiz扛了一麻袋土豆bir麻袋这个土豆양요니 mursiga ilib mangan bo'lsa扛着一麻袋土豆desek bo'ladi然后itizliqqa tushganni itizliqqa borganni 下地 deymiz 下地 deymiz bugungi mazmunni 都会了没有那今天学的内容应该是在理解的基础上 o'rganib bo'lgan ahvolasi 小视频的 ko'rsak 应该是 bayam o'tgan narsalarimiz yana qalbimizda bir paydo bo'ldimi ya paydo bo'lsin今天的作业呢是把这个课文背下来把课文背下来其他的呢没有了然后再多读一读 o'lchamdagi ima二维码扫一扫然后呢按照标准的在这个一起跟着读buni o'qishni bilishdan boshqa yana o'lchamlik o'qiy oladigan bo'linglar好那今天老师的课呢就先上到这里我们下一期再见